Mahsulotlaringizni bozorda sotilmasligi va tan narxi oshib ketishiga elektr xarajatlarini qanchalik aloqasi bor deb o'ylaysiz? Bor bo'lganda ham asosiy pul svetga ketyapti. Shunday ekan, tadbirkorlar energiyani muqobil variantini amaliyotda qo'llashyapti. Ko'rib turgan obyektimiz Qo'qon shahrida joylashgan Artex paypoq ishlab chiqarish korxonasidamiz. Bularning bir oylik elektr xarajatlari 70 ming, 80 ming kilovat atrofida bo'lib, hozir mana bu joyga 50 kilovat boshlanishga quyosh panellarini o'rnatib berdik. 50 kilovatli quyosh elektr stansiyamiz yoz oylarida 7,5 ming kilovat, qish oylarida 3 ming 4 ming kilovat elektr energiya ishlab chiqarib beradi. To'g'ri, bu 50 kilovatli quyosh panellarimiz iste'molga nisbatan kam, lekin mijozimiz shuni natijasiga qarab turib, mana bu yerda yana qo'shimcha joylar bor. 200-300 kilovat yana quyosh panellar qo'yamiz deb reja qilishyapti. Bunga 50 kilovatli on-grid invertor qo'yilgan, kabellari birga oltidan akkuratni qilib ketilgan. Invertorga mana qo'shimcha zazilmena ishlari amalga oshirilgan va himoya vositalari avtomat, OZIP, Brigahntel o'xshash himoya vositalari qo'yilgan va qo'shimchasiga mana Wi-Fi tizimiga ham berilgan. Ushbu videoga like bosib, uni ishlab chiqarish bor tanishlariga jo'natib qo'ying.